Mana, yoz kelganiga ham bir oy bo'lib qoldi hisob. Ko'chalarda jazirama, yomg'ir ham anchadan beri yog'may qo'ydi. To'g'ri, shahar sharoitida ko'chalar butunlay kimsasiz bo'lib qolmaydi. Lekin tush payti odam ancha siyrak. To'g'ri, odamlar ko'chada yurishadi. Kimdir ishga, kimdir o'qishga boradi yo qaytadi. Yoki shunchaki kundalik tashvishlar bilan ko'chada yurishga majbur. Lekin o'zlariga qo'yib bersa, issiqdan qayerga berkinishni juda yaxshi bilishadi. Hozir ishxonalarda ham, o'qish joylarida ham, uyda ham odamlar o'zlariga salqin sharoit qilib olish yo'llarini juda yaxshi bilishadi. Lekin men bir joyni bilaman. U yerda hozirgi texnologiyalardan foydalanmasdan ham salqin va rohatbaxsh joy qilib olsa bo'ladi. Bunday joyni tabiatni o'zi yaratib qo'yibdi. Bu yerga kelsangiz, tashqarida qanday jazirama bo'lmasin, bu daraxtzor ichiga kirganingizda bu issiqlikning kuchi teng yarmiga qirqiladi. Suv oqib turgan joy. Cho'milsa ham bo'ladi, to'g'ri unchalik chuqur emas-u, lekin baribir. Faqat oqimi sal kuchliroq. Muzdek. To'g'risini aytsam, men bu yerdan issiqdan saqlanishga yoki bu joyni tomosha qilishga kelmadim. To'g'ri, bu narsalarni ham inkor etib bo'lmaydi-yu, lekin asosiy maqsadim bu yerda 15-20 daqiqa o'tirib dam olib, kitobimni kelgan joydan ozgina bo'lsa ham o'qib qo'yish va sekin qaytib ketish. Mamat xo'jayinining ahvoliga achinar edi. Mana, No'g'ay muallim ketdi. Hademay Mamat ham jo'naydi. Xurjunga zog'ona non, tuz turshak, ko'rpa qovoq nina-yu yana allanimalarni joylab, choriq chakmonlarni ham jularqon bilan tang'ib, taxlab qo'yibdi. Tog'da cho'pon cho'liq uning yo'liga ko'z tikib o'tirgandir. Boy esa yana ota bezor o'g'illarning nadomati bilan yuzma-yuz yolg'iz qoladi. Yaqindagina atrof tevarakda jami katta-kichikni o'tkazib turg'izib yurgan kimsan Salim chorvaning endilikda dardlashib, ko'ngil chigilni yozadigan bag'ri giryon bir mahrami bo'lmasa-ya. Yo Alloh. Qari xotini ichkarida, ko'zi ko'r bo'lsa ham yanog'idagi pashxo'rda dog'iga o'sma surish bilan andarmon. Boy buva, endi xizmat dedi Mamat ketishga ijozat so'rab. Boy chorvadorlarga xos qozoqi chakmonini yelkasiga tashlab, kuya tushgan sur telpagini boshiga qaqqaytirgancha so'rida xuftonday bo'lib o'tirar edi. Menga qara Mamatqul, juma o'tib borarsan yaylovingga. Ichkari tashqariga suv purkab, supurib qo'y. Dolonda yo'lpashsha g'ujg'on urib turibdi. Birov kelib qolishi bor. Chiqmagan jondan umid. Birov kelib qolarmi? Juvonmaklardan biron xabar yetarmi deb ko'ngli halak. Aslida-ku u molu holga ro'ju qo'ygan ochofat boylardan emas. Molu mardumxo'r zolim ham bo'lmagan. Ota meros mulkini topgan tuyog'ini bolalarimga deb asraydi. O'shalarning ham, Xudoyimning ham omonatini eson-omon topshirsam deydi. O'zga muddaosi yo'q. Yaylov yana qoldi. Tog'dagi yalangoyoq sho'rliklar diydirab yetti pushtining go'riga g'isht qalab so'kishadi endi Mamatni. Mamatning bolalikdan odati shunaqa ediki, bir nafas bir joyda bekor tura olmaydi. Xayollari ham, qo'l oyog'i ham hamisha harakatda. Ichkari tashqarini yog' tomsa yalagudek qilib supurib sidirgandan keyin og'ilxona yo'lagidagi arqon karavotda mushak sabziqini qarsillatib yeb, savag'ishdan savat to'qib o'tirdi. Bu hunarni unga Halim o'rgatgan. Aka-ukalarning kattasi 19 ga kirgan-kirmaganmi, hamma ishdan xabardor. Aytganni ikki qildirmas, qattiq qo'lida. Senga o'xshagan bekorchi tambanni kasmi bu, o'rgan, derdi Mamatga. Arqog'idan jindak adasi suvdan savag'ich olib chirs etib barmog'iga tushirar. Kajava mayshi biroq ko'rinsa, poshnalik sag'ri etigi bilan tepib ezg'ilab tashlardi. Och jinnisi, uloq jinnisi chavandoz edi Halimboyvachcha. Qo'shqo'rg'ondagi sayzxona-yu yilqi bostirmalar o'shaniki. Bichimi yo'g'on, sag'risi supadek to'dakkosh qorabaylarni o'sha yerda begona ko'zdan yashirin.
Uzoq yovoqdan ko'pkari ovozini eshitilsa, bas, Halimni na otasi, na onasi qishloqda ushlab tura olardi. Xonazoti ko'pkarida sovrin olibdi degan shon shavkatga ishqiboz edi. Otchopardagi chortaxt ustiga o'tirib, sovrin ulashadigan pocha po'stinli boylarga havas qilar. Uloqchi ot boqadigan bazzoz bo'laman derdi. Bitta kiyikda yengil, suluv chavkar bo'lardi. Qamchinni tishiga tishlab, o'sha chavkarni minganida o'zini haligi boylardan his qilib, o'zangiga oyoqtiragancha qishloqma-qishloq ot choptirib kun o'tkazar edi. Bir kuni yelkasida beshotar belbog' ustidan o'qton taqib kelib, egardan sakrab tushdi-yu, ko'pkarlarni tilga olmay qo'ydi. Juda o'zgarib qoldi o'shandan beri. Otxonadan chiqmaydi, kam gap. Ba'zan yaxshi ko'rgan chovkarni yakka-mahka bog'lab, bekordan bekorga savalaydi. Otasiga qo'pol gapiradi. Bilasizmi, buning bari omonat ekanini. Nima omonat bolam? Turmushimiz, orzu-havaslarimiz, bu mol dunyo bari omonat. Sizdek sasib yotgan boylarning molini tortib olib, o'zini sulgun qilishyapti. Bilaman bolam, xabarim bor. Nima qilish kerak? So'qimda yiqilib berish kerak deb baqirdi Halimboyvachcha va ertasiga chovkarni mindi-yu g'oyib bo'ldi. Ko'p o'tmay bosmachilar to'dasiga qo'shilibdi ekan degan gap tarqaldi. Ukasi Olim bundan bexabar. O'qishga kiraman deb ketgancha Jalolobodda yuribdi. Qo'shni qishloqqa qatnab, bir kunjab muallimnikida xalfa bo'lib yurgandi. O'sha muallim endi shaharda o'qigan deb yo'ldan uribdi. O'shandan beri shahardagi tog'achilarnikidan dam o'qishga kirdim deb, dam kirmoqchiman deb xat keladi. Xullas, gapining tayini yo'q. Olim o'zi mulla bo'lsa ham, mullavalchalardek nozik emas. Bo'yiga akasidan ham katta. Hech kim uni 18 yoshga endi kirgan deb o'ylamaydi. Shaharni har xil o'qishlarni havas qilardi. Zamona qalqib, Halim bevosh ham g'oyib bo'lgandan keyin boy buva Olimjonidan qattiq xavotir olib qoldi. O'zi sustroqda boy buva ikkalasini ham molxonlik qilib kishanlab qo'ymaydimi? Ro'zg'or bo'lsa, ana, Xudoga shukr. Axir Olimjondan tayinliroq ham xat keldi. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan gap. Qizil gvardiyaga yozilib ketibdi. Ana endi o'zingiz o'ylang. Birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deb shuni aytadilar. Taqdirning mundoq chalg'i o'yinlari bor ekan. Qarang, bir otaning bolalari-ya. Boy buvaning oqlarga ham, qizillarga ham uncha xushi yo'q. Faqat bolalarim deydi. Unga bu ota bezorlarning ikkalasi ham aziz. Boshiga tushgan voqealardan keyin u nochor bir kepatada dovdirab qoldi. Bir qarashda ro'zg'or bilan uncha ishi yo'q. Har zamonda Qur'on tilovat qilib, savobini kichik xotinining arvohiga bag'ishlaydi. Go'yo esa eng yaxshi yilqi yurlarni ulgurchi pullashga kirishadi. Ot boqarlarning ko'p ketib qoldi. Bostirmada ikkita qora bayir bilan bir uloqchi o'g'nan, bir aravakash baytal pishqirib turibdi xolos. Qo'rida bir poy ho'kiz bor edi. Erta bahorda og'ilxonada yomonlab qolib, pichoq tortib yuborishga ham odam topilmadi. Endi tog'dagi 3 qo'ra qo'y xavf ostida. Xo'jayin hali ularni ham pullab, sandiqdagi durchi bekunchga joylamasa, bilib bo'lmaydi. Mana shunday betayin kunlarning birida bostirma orqasida kulrang tovuq qoqolab qoldi. Tomorqa etagi keng og'ilxona, yana qo'sh qo'rg'on, u yog'i qirga tutash. U tomondan kim kelgan bo'lishi mumkin? Bu Halim edi. Tashida uzun chopon u qo'sh belbog', ichidan 2 qatorli o'qton, dandon sopli dudama, g'irt bosmachi. Hansirab kelib, otasi bilan yalab yulqashib ko'rishdi-yu, keyin atrofga alanglab, "Keldimi?" dedi birdan. U ukasini izlardi, vajohati yomon. "Qani, qayerda u?" "Bilmasam" dedi ota xursandchilikni bir zumda musibatga aylantirib. Nega bilmaysiz?" deya odobsizlarcha baqirib berdi Halim. Mamatning nazarida u hozir otasini ko'rayotgani ham yo'q. Unga Olimjon kerak edi. Xonadondagi ahvolni ham surishtirmadi. Onasini ham so'ramadi. Issiq choy ham ichmadi. Qaytgudek bo'lsa, bog'lab qaznoqqa tashlang. O'zim kelib o'ldiraman. Qo'ldan chiqarsangiz, mening qoramni ham ko'rmaysiz, dedi-da, kelgan tomondan shoxshib chiqib ketdi. Bir zumdan keyin ot duburi eshitilib, qo'rg'on orqasidan xumdan tutunidek chang ko'tarildi. Ota shalvirab qoldi. "Ey Xudoyim,
Hali bu ko'rgiliklar ham bor edimi boshimda. Shu tariqa bahor kelib hut kirdi. Dehqonning paytavasiga qurt kirdi. Boy buvaning esa tomorqasi ham chopilmagan, yulg'un bosib yotardi. Bir kuni shoteraklar kuchalasini tashlab, o'tana suvlar qalqib oqqanda yana ot dupuri eshitildi. O'g'illardan umidvor shoshib ko'chaga chiqqan boy buva begona odamlarga duch keldi. Ular 3 ta edi, 3 otliq. Uchalasi ham yosh, chiroyli yigitlar. Hali uniqmagan beqasam, qunduz telpak. O'g'li xonimning sheriklariga o'xshaydi. U biror xabar eshitish ilinjida hammasini ichkariga taklif qildi. Boy buvasining iltimoslarini tez tushunadigan Mamat darrov tuzoqlik patnis ko'tarib chiqdi. Lekin yigitlar taomga qaramadilar. Qayoqlardan so'raymiz mulla yigitlar, dedi boy hali ham nimadandir umidda. Ot kerak boy ota, otga keldik, dedi qoshi chapalashgan baroq mo'ylovlisi. Boyning umidi puchga chiqib, hafsalasi pir bo'ldi. Ot yo'q bizda yigitlar. Yo'q. Sheriklariga qarab jilmaydi baroq mo'ylov. Sizda bo'lmasa kimda bo'ladi boy ota? Yo barini Qizil gvardiyaga bag'ishlab yordingizmi? Ajabmas, o'g'illarni ayamagan bo'lsalar. Otni ayarmidilar qizillardan, deb kesatdi ikkinchisi. Mening o'g'lim. Qoshi chaplashgan yigit qamchisi bilan etik qo'njiga urib, uning gapini bo'ldi. Mamat qarasa, bu birinchi ko'rishdagidek chiroyli yigit emas ekan. Bir pasda ko'ziga qon to'lib, vajohati xunuk bo'lib ketdi. Bilamiz o'g'lingizni. Katta o'g'lim, o'sha katta o'g'lingiz aytvordi, olib chiqing otlarni. Katta o'g'lingiz aytvordi deganni eshitgandan keyin boy yana yumshab samimiyat bilan tushuntirmoqchi bo'ldi. Gapimga ishoning yigitlar, otlarni bu vaqt baroq mo'ylov 3-jikkarroq yigitga imo qildi. Unisi sakrab turib orqa hovliga o'tdi-da, boyning qora kunga saqlab qo'ygan to'dakash qora baylarni yakka mixdan yechib olib, xuddi o'zinikidek erkalab, ishshaygancha yetaklab chiqib keldi. Bari shumi? Ha, ammo lekin jikkak yigit qora bayning yiltilagan sag'risi chapanichi cho'pillatib o'pib qo'ydi. Biz sizni bolsheviklardan muhofaza qilamiz boy. Ikkita otga muncha tumshug'ingizni osiltirmang, dedi qosh chaplashgan yigit. Keyin uning imosi bilan qora baylarni egar qoshiga bog'lab otlandilar-da, jo'nab qoldilar. To'zon ichida noiloj qolgan boy buvaning qarg'ishi eshitildi. Ol, isqotingga yarat haromilar. Shuning uchun bosmachi deydi-da senlarni. Mamat darvozaxonada jim o'tirar. Otlarni qizg'anibmi, boy buvasiga rahmi kelibmi, ko'zlariga yosh to'lgan edi. Hozir ham u savag'ishdan savat to'qiyotib, yengi bilan quruq ko'zlarini beixtiyor artib, burnini tortib qo'ydi.